Assalomu alaykum hammaga. Cobalt 2023-24-22 larda aksariyat kuzalayotgan muammo. Yaxshi ahamiyat qilamiz. Turgan holatda zamok bir ochilgan, rul to'qqillab qolish muammosi mana. Endi videoda qancha eshitilyapti bilmadim. Mana. Toq 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 qilyapti. Bu narsa ko'payib ketaveradi ovozi. Yomon tomoni shu qattiq udar bo'lgan paytda rul mana bu kirishga tegib qolish ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun bu muammoni qilish kerak buni. Taq 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 qilyapti. Mana shu muammoni qilib beryapmiz. Ruloviy pastlar bilan yechilarda qilingan ishlari bor, o'shalarni qilib, uni yechib shu narsasi taxlanadi-chi. Umuman shunaqa muammo bo'lmaydi. Bu ishimizga kelib garantiya beramiz, qanaqa muammosi ishlaydi. Shu muammoni to'g'rilab, hozir tayyor bo'lgan holatini ikkinchi videoda qo'yib o'taman. Hech qanaqa rulda to'qqillash degan narsa bo'lmaydi. Uni qildirish kerak. O'zi odam asabini buzib tashlaydi, yurayotgan paytda ham to'qqirilab yuradi. Mashinamiz tayyor bo'ldi, ruloviy mana. Hech qanaqa to'qqillash degan narsa yo'q. Pastdan kelyapti, pastda hamada bo'ladi ovoz. Lekin ruloviydagi to'qqillash yo'q. Hech qayerga zarar yetmadi mana. Rullari teshilgani ham yo'q. Rul qiyshayib qolmaydi, hamma narsasiga 100% garantiya beramiz. Ochilganligi ham bilinmaydi. Pastga nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib kelaversalaringiz bo'ladi. Agar shunaqa muammo bo'lgan bo'lsa, zamok birda ochib qo'yib, rulni o'ngga chapga burib tashsalar, shunaqa muammo bor yo'qligini aytib beraman. Shu nomerga telegramim bor, pastga nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaversalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, yangiliklar hali oldinda.